Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz yana texnologiya o'qitish metodikasi fanidan gazlamalardan amaliy darslarni tashkil etish metodikasi mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Reja: gazlama va ip turlari, gazlamaning xususiyatlari, gazlamaning sanoatda ishlab chiqarilishi va gazlama bilan ishlash metodikasi. Gazlamalarga ishlov berish, o'lchash va andozalash va qirqish metodikasi va gazlama bilan ishlash ish joyini to'g'ri tashkil etishdan iborat. Demak, gazlamalar haqida ma'lumot berib o'taman. Oqaradigan va sig'iradigan yoki gulli o'ng tomoni tukli va tuksiz gazlamalar bo'ladi. Gazlamalardan kiyim-kechak tikiladi va ro'zg'or buyumlari tayyorlanadi. U texnikaning turli sohalarida ishlatiladi. Gazlamalar tanada o'lchash, boylama va aroq iplardan tayyorlanadi. Gazlamalar sun'iy tolalar, paxta tolalari, ipak tolasi, jun tolasi, zig'ir va sintetik tolalardan tashkil topadi. Ya'ni ipning turlari, paxta iplar, sintetik iplar, jun iplar, ipak iplar va ko'p rangli iplar. Ularga tasniflar va beramiz. Paxta iplari yumshoq, tabiiy, mustahkam va buzilmaydi. Issiq va yumshoq, silliq, yaltiroq va rang-barang, dekorativ. Gazlama turlari, masalan, paxta, jun, zamish, sintetik, atlas. Gazlamaning pishiq va kirishuvchanlik va cho'zuvchanlik, qalinlik xossalari bor. Pishiq tanada va bundan tashqari gazlamaning asosiy xususiyatlari, masalan, xususiyati va cho'zuvchanligi, naqshlar bilan qobiliyati, issiqlik saqlash xususiyati, namlik, yuritish va kiyimlik. Bundan tashqari bir nechta turlari mavjud bo'lib, ularni paxta g'oya deb atash ham mumkin. O'simlik urug'lari va qoliplari turlaridan ingichka tolali bo'lib, to'qimalik sanoatining asosiy xom ashyolari